بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا ربي إنك أنت من تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أسألك زيادة في العلم والدين وسهولة في الفهم والحفظ. bize 10. dersi okurkenmiz bugün. Demek a'daul insani, insonning a'zolari. قال سليم مخاطبا شقيقه يوسف الصغير لك يا يوسف عينان الواحدة عن يمين أنفك والأخرى عن شماله. Salim xitob qilgan holda kichkina ukasi kichkina Yusufga aytdi. Tug'ishgan ukasi kichkina Yusufga aytdi: "Ey Yusuf, senda ikkita ko'z bor. Birisi yoki birinchisi desa ham bo'ladi. Burningni o'ngidan, ikkinchisi uni chapidan." Qola fe'li mozi fathaga mabni i'robda unga o'rni yo'q. Salimun ismi marfu alamati zohir domma fa'il bo'ldi. Qola fe'liga muxotiban bu ismi mansub nakira nasb alamati zohir fatha bu hol bo'ldi. Sohibi hol Salimun fa'ildan hol bo'ldi. Shaqiqa ismi mansub nasb alamati zohir fatha maf'ulun bih bo'ldi. Qolaga qilamiz. Aytdi ukasiga bo'ladi-da. O'zi bu mudof hazamir g'oyib jarurni mudofin ilayhi Yusufa. Hop, endi Yusufa nima bo'ldi? Yusufani shaqiqadan atf bayon qilsak ham bo'laveradi. Atf bayon desak ham to'g'ri chiqaveradi, badal desak ham to'g'ri chiqaveradi. O'zi bu mavsuf as-sag'ira sifat bo'ldi. Kichkina Yusuf. Hop, laka jar va majrur mutaallig'i mahzuf kanaga bo'ldi-da, xabar muqaddam qildik. Ya harfini da Yusufu munoda mufrad dommaga mabni nasb o'rinda. Aynani ismi marfu alamati bu tasniya bo'lganligi uchun bunda fatha deymiz. Bu kechikib kelgan mubtada. Al-wahidatu birinchisi dedik. Endi bu aynani ikkita ko'z. Endi buni bayon qilib kelyapti. Birinchisi. Buni ham atf bayon qilamiz. Yoki badal qilinglar, yoki buni mubtado 1, buni mubtado 2 qilinglar. Lekin mubtado 2 bo'lishdan ko'ra atf bayon bu yerda ko'proq. Menga atf bayon yoqdi, atf bayon qildim. Hop. An harfi jar, yamini ism majrur, jar alamati zohir kasra, jar va majrur mutaallig'i bu ham o'sha taqdirdagi kanaga qilamiz. Yo bo'lmasam yo'q. Buni kanaga qilmaymiz. Buni kanaga bo'ladi. Lekin al-wahidatu ism ma'rifadan keyin keldi. Ma'rifadan keyin kelganligi uchun hol bo'ladi. Ma'nosi nima bo'ldi endi shunda? O'sha burningni o'ng tomonida holatdagi birinchisi bo'ladi-da, hol bo'ladi bu. Shibhi jumla ma'rifadan keyin kelsa, shibhi jumla mutaallig'i mahzuf kanaga qilamiz-da, hol bo'ladi al-wahidatuga. Mana endi to'g'ri chiqdi. Hop, endi yamin mudof, anf mudofin ilayhi majrur alomati kasra. O'zi bu yana mudofga xitob zamiri fathaga mabni bo'lib, jar o'rinda bo'lib, mudofin ilayhi bo'ldi. Endi vav harfi atf al-ukhra an shimalihi ma'tuf. Al-wahidatu an yamini anfika ma'tufun alayhi. O'zinglar unusini chiqarasizlar. Walaka uzunani. Va senda ikkita quloq bor. Hop.
واف حرف عطف لك جر ومجرور متعلق محذوف كان قبل دي خبر مقدم أذنان اسم مرفوع فلامت ألف بولد دي تسنية بولغانليك üçün اسم تسنية uzun bitta bo'lsa uzunani ikkita bo'ldi. Demek bu xabar mubtado kechikib kelgan mubtado deymiz. Endi al vahidatu bu endi ikkita quloqni anaqa bayon qilib kelyapti. Birinchisi deb al vahidatu an yamini al vahidatu. Hop, atf bayon bo'ldi. Uzundan atf bayon qildik. Bo'lmasam badal qilinglar. An harfi jar, yamini majrur. Jar va majrur mutaallig'i mahzuf kanaga qilamizda. Chap boshingni chapi tomonidan bo'lgan birinchisi bo'lgan holatdagi birinchisi bo'ldi-da, hol bo'ldi. Al-vahidaga hol bo'ldi. Demak, shibhi jumla mutaallig'i mahzuf kanaga bo'lib hol bo'ldi. Ma'rifadan keyin kelgan shibhi jumlalar hol bo'ladi. Hop, o'zi bu mudof ra'siga izofa bo'ldi-da, mudofin ilayh bo'ldi yaminga. Hop. Shu yerda qoldik. Vaf harfi atf al-ukhra an shimalihi ma'tuf الواحدة عن يمين رأسك معطوف عليه ولك أيضا خدان وذراعان ومرفقان ويدان وساقان وركبتان وقدمان وسندينا ikkita yanoq, ikkita bilak, ikkita tirsak va ikkita son va ikkita tizza va ikkita qadam deymiz. Men bu oyog'imizni ta'sini qadam deymiz. Qadam bor. Hop, vaf harfi atf laka jar va majrur mutaalliq mahzuf kanaga bo'ldi-da, xabar muqaddam aydon maf'ul mutlaq. Buni fe'li mahzuf bo'lgan a'do. O'shani maf'ul mutlaqi mansub nasb alomati zohir fatha. Hop, xoddani ismi marfu raf alomati alif tasniya ism bo'lganligi uchun bu mubtado kechikib kelgan. Vaf harfi atf ziraani ma'tuf xoddani ma'tufun alayhi. Vaf harfi atf mirfaqoni ma'tuf ziraani ma'tufun alayhi. Jumla tugaguncha mana shuna qilib tarkib qilasizlar atuf ma'tuflarni. Hop, walakin laka jabhatun wahidatun وأنف واحد وذقن واحد وصدر واحد ومعدة واحدة وسندا ولكن سندا bitta peshana, bitta burun, bitta jag', bitta ko'krak, bitta oshqozon bor. Demak, vaf harfi atf lakin istidrok muhmal bu yengillashtirilgani muhmal bo'ladi. Amal qilmaydi. Undan keyingi kelgan jumlani mubtada xabar to'g'ramiz. Laka jar va majrur mutaalliq mavsuf kanaga bo'lib xabar muqaddam jabhatun ismi marfu va alomati zohir domma bo'ldi-da, kechikib kelgan mubtada o'zi bu mavsuf wahidatun sifati. Va harfi atf anfun wahidun ma'tuf jabhatun wahidatun ma'tufun alayhi. Jumla tugaguncha shunaqa atuf ma'tuf qilasizlar. Hop, فهل تعرف وظيفة كل عضو منها؟ Hop. Ularni a'zolarini har birining vazifasini bilasanmi? Fa harfi atf hal harfi istifhom sukunga mabni i'robda unga o'rni yo'q. Ta'rifu fe'li muzori anta zamir mustatir fa'ili bor vazifata ismi mansub nasb alomati zohir fatha bo'ldi-da, maf'ulun bih bo'ldi ta'rifu fe'liga. O'zi bu mudof kulli bo'lib lafziy ta'kid bo'lyapti. Mudofin ilayhi majrur jar alomati zohir kasra. O'zi bu yana mudof bo'ldi, udvin mudofin ilayhi bo'ldi majrur. Hop, o'zi bu udvin mavsuf bo'ldi. Minha jar va majrur mutaallig'i mahzuf kanaga bo'lib, endi bu o'sha
udvini sifati bo'ldi. Undan bo'lgan a'zolarning har birini dedikda nakiradan keyin kelgan jumla. U qanaqa jumla bo'lsin? Shibhi jumla bo'lsa, uni mutaallig'i mahzuf kanaga bo'ladi-da, sifat bo'ladi. Va harfi buni yana o'qiymiz. Va kana yushiru bi isba'ihi ila al-a'da'i allati kana yusammiha. Va nomlab turgan a'zolariga barmog'i bilan ishora qilar edi. واو حرف عطف كان فعل ناصح ناقص هو زمين مستتر اسمه يشير فعل مضارع نصب o'rinda bo'lib كان xabar bo'ldi. با حرف جر isba'i اسم مجرور جر علامت ظاهر كسره bo'ldi. جر و مجرور متعلق يشيرga qilamiz. إلى حرف جر الأعضاء مجرور جر و مجرور متعلق يشيرga qilamiz. o'zi bu mavsuf bo'ldi. Allati ismi mavsula o'zini silasi bilan al-a'doga sifat bo'ladi. Allati mavsula. Kana fe'l nosih noqis bo'ldi-da. Allatini o'sha o'zini nimalari bilan ismi va xabari bilan allatiga sila bo'ldi. I'robda unga o'rni yo'q. Hop, kanani huwa zamir mustatir ismi bor. Yusammi fe'l muzori nasb o'rinda bo'lib kanani xabari bo'ldi. Ha zamir g'oyib nasb o'rinda yusammini maf'ulun bihisi bo'ldi. Endi mana shu ha zamir g'oyibimiz muannas zamir allatiga oid bo'ldi. Mavsulaga qaytuvchi robita qaytuvchi zamir. Bu allati muannas mavsula, ha g'oyibimiz ham muannas. Muannasga anaqa qiladi. Xo'p. Buni hammasini aytdik. Va baynama huma zalika id ra'ahuma al-muallim. Va ular mana shunaqa kazalika deganda qaysinga ishora ketdi? O'sha yusammiha deb o'sha qo'li bilan ishora qilib turgan paytda birdan ularni o'qituvchi ko'rib qoldi. Mana shunaqa bo'ladi buni ma'nosi. Va harfi atf bayna bayna zarfiyatlardan mansub nasb alomati zohir fatha va bu o'zi mudof ma masdariya huma zamir munfasil sukunga mabni bo'lib rof o'rinda bo'lib mubtado. Ka harfi jar zalika jar o'rinda bo'ldi. Ishora bo'lib turib o'zi bu fathaga mabni jar o'rinda. Jar va majrur mutaallaqi kanaga qilamiz. Baynama huma kazalika bo'lganda kanaga qilamizda xabar bo'ladi, mubtadoga xabar bo'ladi. Endi bu mubtado xabar jumlasi baynaga mudofin ilayhi bo'ladi. Xo'p, endi bu zarf anunda ham bir darsda aytdik, shu baynama deb kelgandan keyin o'sha jumla tugaganda, shu zarf jumlasi tugaganda iz keladi. Bu iz mufojaat deydi. Xo'p, undan keyingi kelgan jumla istinafiya bo'ladi. Xo'p, endi mana shu izdan keyingi kelgan fe'l baynama o'sha zarfiyatimizni omili qilib ketaveramiz. O'zi aslida izdan oldin mahzuf bo'lgan bo'ladi. Unga bu izdan keyingi kelgan zikr qilingan, unga dalolat qilgan bo'ladi-da. O'shaning uchun bittasi bo'lsa, bittasini tushirib yuboriladi. Ko'pda shu keyingisi, ikkinchisi qoladi. O'shaning uchun bunikini biz nima deb sizlarga hozir boshlang'ichga bo'ladi, shu baynamani mutaallig'ini izdan keyingiga qilaveramiz. O'zi iz yangi jumla, istinafiya jumlasi. Oldingi jumlaga biron nima bo'lib bog'lanish kerak emas. Biz endi hozir buni mahzuf ro'aga mutaalliq qilsak ham bo'laveradi. Izdan keyingi dalolat qilib turganga mutaalliq desak ham bo'laveradi. Demak, iz muhajjat bo'ldi. Ro'a fe'l mozi fathaga mabni, huma zamir muttasil bo'ldi-da, sukunga mabni bo'lib, nasb o'rinda bo'lib, maf'ulun bih bo'ldi ro'a fe'liga. Al-muallimu ismi marfu rafa alamati zohir damma bo'ldi-da, ro'a fe'lini fa'ili bo'ldi. Hop, faqola
لسليم ضاحكا قل ما الفائدة من الحاجبين بين الجبهة والعينين. Salimga o'qituvchisi kulgan holda aytdi. Ayt menga desak ham aytgin yoki ayt. Ikkita ko'zing va peshanang orasida bo'lgan qoshlardan foyda nima? فحرف عطف قال فعل ماضي هو زمين مستتر فاعل بار لسليم جر و مجرور متعلقه قالga bo'ladi ضاحكا اسم منصوب نصب علامت ظاهر فتحه bo'ldi hol bo'ldi qolani taqdiridagi huva zamin mustatir foildan hol bo'ldi. Hop, endi bu yerda nuqta tayin deymiz buni. Ikki nuqta ochilgandagi jumla bu mana shu qolani nimasi bo'ladi? Maqulasi bo'ladi. Ha, tepada yana men buni aytmay ketibman, mana shuni yana aytaman. Vav harfi atf dedik-ku, bu istinafiya vav. Istinafiya men bu yerda qola Salimun ukasiga muxotab qilgan holda aytdi deb bu yerda ham nuqta tayin ochildi. Mana shu yerda tugadi bu nuqta tayin. Maqula, mana shuncha jumla maqula bo'ldi. Salimni gapi bo'ldi. Mana shuncha jumla mansub bo'ladi, maqula. Alal hikoyati, hikoya qilishlikka ko'ra mansub deyiladi. Uni nasb alomatini o'sha hikoya qilishligi ko'rsatmaydi. O'shanaqa bo'ladi. Mana shu maqula bo'ldi. Shuni shotgacha bilib olinglar. Undan keyin Salimni gapi tugadi va istinafiya, yengitdan gap boshlandi. Mana shu istinafiya bo'ladi. Va atf bo'lmadi. Tepaga bog'lamadik buni. Vaqtida aytish hayolimdan ko'tarilibdi. Mana shu. Vav istinafiya, jumla mustanaf, yangitdan boshlangan jumla deymiz buni. Xo'p. Demak, bu yerdan davom ettiryapman. Endi mana shu yerdagi nuqta tayindan keyingi jumla maqula bo'lyapti. Qul fe'l amr anta zamir mustatir fa'ili bor. Ma ismi istifhom sukunga mabni bo'lib mubtada. Raf o'rinda al faidatu ismi ma'ruf raf alamati zohir damma bo'ldi. Mubtadoga xabar qilsak bo'ladi. Yo bo'lmasam nabarot. Mana xabar muqaddam al faidatuni mubtado qilsak ham bo'laveradi. Kechikib kelgan mubtado desak ham bo'laveradi. Farqi yo'q. U ham bu ham mumkin, joiz. Xo'p. Minal hajibayni bo'ldi. Min harfi jar, hajibayni majrur, tasniya bo'lgani uchun buni jar alomati ya. Hop. Jar va majrur mutaallig'i mahzuf kanaga bo'ldi deb, bu ham endi al faidatu dan hol bo'ldi. Undan ikkita qoshlaringdan bo'lgan foyda nima dedik. Endi bundoq tarjima qilganimizda sifatga o'xshavyapti. Bo'lgan foyda deganda, lekin zohir ko'rinishi ma'rifadan keyin kelyapti deb shubhi jumla. O'shaning uchun buni hol deymiz. Agar nakira bo'lganda sifat bo'lgan bo'lardi, hol deymiz. Bayna bu ham zarfiyatlardan mansub nasb alamati zohir fatha. Hop, o'zi bu mudof al-jabhati mudofin ilayhi majrur alomati jar. Hop, endi zarfni ham mutaallig'ini o'sha mahzuf kanaga qilamiz. Buni taqdirida kanaga qilib va harf atf aynayni ma'tuf jabhati ma'tufun alayhi. الغرض منهما أنهما يمنعان سقوط العرق من الجبهة إلى العينين. Ulardan maqsad ular ikkita ko'zga peshonadan terning tushishligini to'sadilar yoki man qiladilar. Al-gharadu ismi marfu raf alamati zohir damma bo'ldi-da, bu mubtada bo'ldi. Minhuma jar va majrur mutaallig'ini g'aradga qilamiz. Bu masdar jar va majrurni olaveradi. Endi anna hurufun mushabbahatun bil fil. Huma ismi sukunga mabni nasb o'rinda annani ismi bo'ladi. Yamna'ani raf o'rinda bo'lib annani xabari bo'ladi.
hop yamna'ani o'zi fe'li muzori. Suquto ismi mansub nasb alomati zohir fatha bo'ldi-da, maf'ulun bih bo'ldi yamna'ani fe'liga. Tushishligini dedik. Masdar bu. Hop, al-Aroqi ism majrur jar alomati zohir kasra bo'ldi-da, suqutga mudofin ilayhi bo'ldi. Hop, min harfi jar jabhati majrur. Jar va majrur mutaallig'ini suqutga qilamiz, tushishligini. Peshanadan tushishligini qildik. Ila harfi jar al-aynayni majrur. Jar va majrur mutaallig'ini bunnikini ham suqutga qilamiz. Masdar to'laqonli jar va majrurni olaveradi. Ikkalasiniki ham buni omili bu bo'lyapti. Hop, endi tepada aytdik al-g'orada minhuma, ikkalasini biz ham mubtado qildik. Minhumani mutaallig'i al-g'oratga bo'ldi-da. Ikkalasini mubtado qildik. Endi xabar qani? Anna o'zini ismi va xabari bilan mubtadoga xabar bo'ladi. Hop. Asabta va ma foidatul ajfani? To'g'ri gapirding. Hop, qovoqlarning foydasi nima bo'ldi? Asabta fe'l va fa'il va harfi atf ma ism istifhom bo'lib mubtado deyuringlar yo xabar muqaddam deylar. Mubtado deymanman. Mubtado faidatu ismi marfu raf alamati zohir damma bo'ldi-da, mubtadodan xabar. O'zi bu mudof, al-ajfani mudofin ilayhi. Qovoqlar bo'ldi. Jafn. Qovoq, ajfan, qovoqlar. Jam taksirda keldi bu. Jam taksir bo'lganda mana jar holatda kasra bilan i'roblanadi. Jar alomati kasra. Hop, innaha taqiyal aynayni minal adha. U jafnga ketyapti. O'sha jam taksirlar bilamiz, ishora qilganda muannas bilan ishora qilamiz ularga. Hop. Taqiya ko'zlarni zarardan saqlaydi. Yoki to'sadi yoki saqlaydi. Hop, inna hurufun mushabbahatun bil fe'l. Ha ismi, taqiya xabari. Al-aynayni ismi mansub nasb alomati ya tasniya ism bo'lganligi uchun maf'ulun bih bo'ldi taqiya fe'liga. Hop. Taqiyani o'zi hiya zamir mustatir fa'ili bor ekan. U o'sha ajfaniga qaytadi. Hop, min harfi jar al-adha majrur muqaddar. Majrur muqaddar deymiz. Mana'a min zuhuriha ta'azzuru bo'ladi. Alif mahsurani taqdirida bo'lganligi uchun. Hop, jar va majrur mutaallig'i taqiyaga qilamiz. To'sadi, ziyondan bo'ldi. Hop, sadaqta. Yana endi sinonimlar kelyapti. Manta asobda dedi, bitta sadaqta dedi. Haq to'g'ri ma'nosida bu ham. Sadaqta fe'l va fa'il dedik. Fi javobika li anna al-jafna yughatti quratal ayni kullaha 'inda an-nawmi. To'g'ri aytding. Javobingda rostsan yoki to'g'risan ma'nosida kelayotgan ekan bu yerda. Chunki qovoq uxlayotgan paytda har quratal ayni kullaha ko'zni atrofini hammasini uxlagan paytda yopadi yoki berkitadi yoki qoplaydi ma'nosida bu. Yo'g'otdi. O'ranmoqqa ham shunaqa yo'g'otdi ishlatiladi. Demak, uxlagan paytda ko'zni atrofini hammasini berkitadi yoki o'sha qoplaydi. Hop. Sadoqdan aytdik, fe'l va fa'il dedik. Fi javobika jar va majrur mutaallig'i sadoqtaga bo'ladi. Li anna
lamul sababiyya yoki lamu oqiba desa bo'ladi. Bu li'anna bo'lib kelganda undan oldingisi sabab, musabbab mana shunaqangi bo'ladi. Undan oldinsiga mutaalliq harfi jar desa bo'laveradi. Buni lam sababiyya harfi jar, anna o'zini ismi xabari bilan jar o'rinda bo'ldi-da, mutaallig'i muqaddamga bo'ladi. Nega deganda o'sha tepadagi gapni sababi bo'lyapti. Xo'p. Li'anna deganda gapingda to'g'ri deb bunga bo'lmayapti-da. Endi mutaalliq o'sha oldinga mutaalliq deb ketaveramiz. Yo bo'lmasam osongina men nima deyman? Bu lammi nima deyman? Zoidali ta'kid uchun zoida deb qo'ysam ham bo'laveradi. O'shanda mutaalliq olib bormasa ham bo'laveradi. Lekin aslida buni mutaallig'i o'sha o'zidan oldingi jumlaga bo'ladi. Xo'p, o'shani sababidan deb mana chunki deb aytdi-da, o'sha musabbab bo'ladi, sabab bo'lgan bo'ladi. Xo'p. Anna hurufun mushabbahatun bil fil al-jafna ismi mansub nasb alomati zohir fatha bo'lib annani ismi bo'ldi. Yughatti fe'l muzori hop o'zim mustatir fa'ili bo'lib rof o'rinda bo'lib annani xabari bo'ldi. Kurata ismi mansub nasb alomati zohir fatha bo'ldi, maf'ulun bih bo'ldi yughatti fe'liga. O'zi bu mudof, al-ayni mudofin ilayhi majrur, alomati zohir kasra. Hop, kullaha endi bu lafziy ta'kid bo'ldi ayndan. Buni hammasini barchasini bo'lib kulli o'zi mudof, ha zamir g'oyib mudofin ilayhi bo'lib bu lafziy ta'kid bo'ldi ayndan. Indan nawmi, inda zarfiyatlardan bo'ldi. Zarf zamon mudof va an-nawmi mudofin ilayhi. Bu ham mutaallig'i yughottiga qilaveramiz. Uxlagan paytda to'sadi uni bo'ldi-da, yughottiga qilamiz. Va fadlan an zalika innahu yantabiqu sari'an 'ala al-ayni kullama marra amamaha shay'un bi shiddatin. Hop, bundan tashqari ko'zni yonida shiddat bilan biror narsa o'tganda tezlik bilan uni to'sadi. Inna hurufun mana bu yerdan boshlaymiz. Vav harfi atf fadlan. Bu endi ikkita i'rob bor bunda. Hol qilsa ham bo'ladi. Yo bo'lmasam buni maf'ul mutloq qilsa ham bo'ladi. Fadlanga maf'ul mutloq desak, ado deymiz, yo bo'lmasam yafdulu bo'ladi buni fe'li. O'sha fe'ldan maf'ul mutloq bo'ladi, mansub. Endi hol desak, hol desa ham bo'ladi, lekin maf'ul mutloqqa ko'proq o'xshasa kerak. Demak, buni ma'nosi bundan tashqari degan ma'noni beradi. Bu o'zi bu bilan boshlanmaslik kerak jumla. Bu muqaddam kelib qolgan. Bu shunaqa tarkib bu. Fadlan anzalika shu bundan tashqari bo'lib muqaddam kelgan. Buni haqqi o'zi keyin kelishi kerak bo'lgan. Hop, teskari kelib qolgan. O'shaning uchun bu yerda men bu inna o'zi birinchi kelish kerak bo'lgan. O'shaning uchun bu innaga kasra bilan berilyapti. Anna deb kelmadi-da, inna bu ibtidaiya o'zi. Boshida kelish kerak. Jumla shu bilan boshlanishi kerak. Endi teskari anaqa joylashib qoldi. Keyin keladigan narsa oldinga kelib qoldi. O'shani bildirish uchun buni mana inna deb aytdi. Inna hurufun mushabbahatun bil fil. Ha zamir g'oyib buni ismi. Yantabiqu fe'l muzori huwa zamir mustatir fa'ili bo'lib bu innani xabari bo'lib rof o'rinda. Sari'an bu endi sifat bo'ldi. Sifat bo'ldi. Maf'ul mahzuf maf'ul mutloqni sifati tezlik bilan to'sadi. Bo'l intibaqon sari'an. Tez to'sishlikda to'sadi. O'zbekcha shunaqa o'rganganmiz, tez to'sishlikda to'sadi. Mana shu intibaqondan masdardan sifat bu, mansub.
nasb alomati mana fatha. Hop, alal ayni jar va majrur mutaalligi hop, buni mutaallig'ini ko'zga deganda yantabiquga qilsak ham bo'ladi. Yantabiquga qilamiz. Hop. Kullama endi bu anaqadan noib bo'lgan. Zarf deyaveramiz, lekin bu zarfdan noib bo'lgan bo'ladi. Zarf deb ketaveramiz mayli. Kulla zarf mansub alomati fatha. Hop, buni endi yantabiquga bu ham anaqa bo'ladi. Qaranglar, bu ham o'zidan oldingiga, anaqa omili oldinga kelyapti buniki ham. Hop, o'zi bu mastariya, marro mudofin ilayhi bo'ladi. Demak, kullama marro bo'lib, bu mudofin ilayhi bo'lib zarf bo'ldi. Mutaallig'i yantabiqu, har gal o'tganda to'sadi bo'lib yantabiquga qilamiz. Marro fe'l mozi. Hop, fathaga mabni. Amama ism mansub, nasb alomati zohir fatha bo'ldi. Bu ham zarf bo'ldi. O'zi bu mudof, zamir mudofin ilayhi jar o'rinda. Endi bu zarfni mutaallig'ini marroga qilamiz. Uni yonidan o'tgan bo'ldi, marroga qilamiz buni mutaallig'ini. Hop, shay'un ismi marfu rafa alomati zohir domma bo'ldi-da, marroni foili bo'ldi. Hop, bi shiddatin ba harfi jar, shiddatin majrur. Hop, jar va majrur mutaallig'i shay'un bi shiddatin bo'lib, bu mahzuf kaniga qilamiz. Shay'undan sifat bo'ladi-da. Nakira bo'lib kelyapti. Shiddat bilan o'tgan narsa bo'lib shay'un bi shiddatin. Marra shay'un bir narsa shiddat bilan o'tgan bo'lib shay'unni sifati bo'ladi. Bu mafsuf bi shiddatin jar va majrur mutaallig'i mafsuf kaniga qilamiz-da. Buni sifati bo'ladi. Mana shu yerda i'robimiz tugadi. Subhanaka Allohumma va bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.